Men sizga Claude AI yordamida ishning 90% bajarib, yuzsiz YouTube Shorts videolarini joylab, oyiga $20,000 qanday topishimni ko'rsataman. Lekin buni qanday qilishni ko'rsatishdan oldin, nima uchun ushbu videoda o'rgatadigan narsalarimga quloq solishingiz kerakligini tushuntirishim lozim. Birinchidan, men bu biznes modelini o'zim amalda qo'llayman. Mana mening yuzsiz kanallarimdan biri so'nggi 28 kun ichida $24,000 daromad keltirganini ko'rishingiz mumkin va bu kanal muntazam ravishda yuzlab dollar ishlab, o'tgan haftada ancha yaxshi natija ko'rsatib, minglab dollar topgan. Hatto bir necha kun oldin bir kunda $2,000 ga yetganmiz. Agar buni so'nggi 365 kunga kengaytirsam, bu kanal menga deyarli $250,000 sof foyda keltirganini ko'rasiz. Va bu kanalda deyarli hech qanday xarajatim yo'qligini aytmoqchiman. Shuning uchun bu deyarli barchasi sof foyda. Bularning barchasi shuni anglatadiki, men nima haqida gapirayotganimni bilaman va ushbu videoda sizga o'rgatayotgan biznes modelini amalda bajaraman. Keling, to'g'ridan-to'g'ri mavzuga o'taylik va sizga bosqichma-bosqich yuzsiz YouTube Shorts kanalini qanday yaratish va Claude AI yordamida og'ir ishlarning katta qismini bajarishni ko'rsataman. Avval, nima uchun faqat o'tgan oyda bu onlayn pul topishning eng katta imkoniyatlaridan biriga aylanganini va bu haqda deyarli hech kim gapirmayotganini ko'rsatishim kerak. YouTube avtomatlashtirishni boshlayotgan odamlar sonida katta pasayish kuzatilmoqda. Shuning uchun hozir YouTube'da yuzsiz videolarni joylashda raqobat kamroq va raqobatchilar soni ham kam. Va men buni tasodifan aytmayapman. Buni tasdiqlovchi haqiqiy ma'lumotlarim bor. YouTube avtomatlashtirishni qidirib, uni o'rganishga urinayotgan odamlar uchun Google Trend qidiruv atamasi 2022-yil oxiri va 2023-yil boshidan beri eng past nuqtalardan birida ekanligini ko'rishingiz mumkin. Bu 2023-yilda juda mashhur bo'lib, 2025-yilning o'rtalarida yana eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Ammo o'shandan beri doimiy ravishda pasayib bormoqda. YouTube avtomatlashtirishni boshlashni va YouTube avtomatlashtirish bo'yicha murabbiylikni qidirishni xohlayotgan odamlar soni so'nggi 4 yildagidan kamroq. Shuning uchun odamlarga YouTube avtomatlashtirish to'yingan deb aytishiga yo'l qo'ymang, chunki aslida bu so'nggi yillardagi eng past raqobat darajasida. Va shu bilan hozir viral bo'lish ancha oson, chunki yuzsiz video joylayotganlar soni ancha kam. Nichelarda raqobat kamroq. Hammasi osonroq. Ammo so'nggi paytlarda ripim va videolaringiz har ming ko'rish uchun qancha daromad keltirishi keskin oshdi. Buning aniq bir misolini ko'rsataman. Bu taxminan 10 kun oldin joylagan YouTube shortim. Hozirgacha 17 million yoki 16.8 million ko'rish oldi va $3,800 daromad keltirdi. Bu YouTube short uchun aql bovar qilmaydigan pul. Daromad bo'limiga kirsam, malakali ko'rishlarni ko'rasiz. Ya'ni pul ishlab beradigan ko'rishlar 7.9 million. Bu videoning ritmi 42 sent. Bu AQSh dollari. Boshqa valyuta emas. Bu 42 sentlik AQSh dollari ripim, ya'ni video har ming ko'rish uchun 42 sent daromad keltiradi. Shunday qilib, 7.9 million ko'rish bilan $3,200 ishladim va endi doim shunday ripimli shortlar olyapman. Ammo imkoniyatning ajoyib tomoni shu. Claude AI yuzsiz video yaratish jarayonini avtomatlashtirishni juda oson qildi. Endi videolar uchun g'oyalarni tadqiq qilish va ishlab chiqishni to'liq avtomatlashtirish mumkin. Cheksiz miqdorda isbotlangan viral video g'oyalariga ega bo'lish juda oson. Va bir nechta boshqa AI vositalari yordamida YouTube shortlarni tahrirlash ham juda oson. Shunday qilib, tadqiqotdan g'oyaga, so'ngra to'liq tahrirlangan va joylangan videoga o'tishingiz mumkin. Bu jarayonning hammasi bir qisqa video uchun atigi 5-10 daqiqa vaqtingizni oladi. Aynan shu ikki narsaning uyg'unligi hozir bu qanchalik ajoyib imkoniyat ekanligini ko'rsatadi. 2023 yildan beri eng past raqobatga egamiz va yuzsiz videolar yaratish hech qachon bunchalik oson bo'lmagan. Buning ustiga bu ish har qachongidan ham ko'proq daromad keltirmoqda. Shularni hisobga olib, keling, buni qanday qilishni va birinchi daromadli yuzsiz YouTube kanalingizni qurishni hamda bu ajoyib imkoniyatdan foydalanishni ko'rib chiqaylik. Hamma biladi, kanalingiz uchun tanlagan mavzu eng muhim qism hisoblanadi. Agar boshidanoq yomon mavzu tanlasangiz, hech qachon ko'rishlar olmaysiz. Agar yaxshi mavzu tanlasangiz, yuzlab millionlab ko'rishlarga erishishingiz mumkin. Men sizga 20 ta turli mavzuni ko'rsatib tanlashga majburlamayman. Men faqat eng yaxshi mavzuni ko'rsataman. 2026 yilda yangi kanallar eng tez mashhur bo'layotganini kuzatyapman. Mana bu kanal atigi 2 oy oldin ochilgan va ular har bir videosida millionlab ko'rishlarni muntazam ravishda olmoqda. Masalan, bir hafta oldingi video 2,700,000 ko'rish, 2 hafta oldingi video 8,700,000 ko'rish. Ular tanlagan mavzu esa oddiygina reyting mavzusi. Bu mavzuni hamma biladi. Siz asosan boshqa platformalardan, masalan TikTok, Instagram kabi joylardan o'g'irlangan videolarni to'plab, ularni reyting qilasiz. Ya'ni qaysi biri eng kulgili yoki siz tanlagan mezon bo'yicha o'z fikringizni bildirasiz. Ehtimol siz bunday videolarni ko'rgansiz. Bu YouTube Shortsdagi eng ommabop formatlardan biri. Men shaxsan bu bilan $100,000 ishlab topganman. Men biroz tarafkash bo'lishim mumkin, lekin ishonch bilan ayta olamanki, bu sohani yaxshi ko'raman, chunki hozir o'zim ham shu bilan shug'ullanib, kuniga $1-2 ming ishlab turibman. Mana yana bir ilhom olish uchun juda yaxshi kanal. Ular bor yo'g'i 245 ta video joylagan va deyarli 2,5 million obunachiga ega, shuningdek 5,700,000,000 marta ko'rilgan. Ularning har bir videosi millionlab ko'rishlar oladi. Bir hafta oldin joylagan bu video allaqachon 12 million marta ko'rilgan, oddiygina eng kulgili parkour lahzalari reytingini tuzgan. Bu eng oson tayyorlanadigan kontent.
Shuning uchun sizga aynan shu videolarni qanday tezda yasashni ko'rsataman. Bunda AI ishning 99% bajaradi. Avvalo, sizga g'oyalar olish va ilhomlanish uchun ilhom kanallari kerak. Men sizga bittasini berdim. Bu juda zo'r kanal. Mana yana bir juda yaxshi kanal. Mana yana bir juda yaxshi kanal. Bularning barchasini qidirib topishingiz mumkin. Agar ularning videolarini ko'rib, ko'pchiligini yoqtirsangiz, ularga like va izoh qoldiring. Shunda sizning tasmangiz deyarli darhol reyting kontentiga aylanadi. Keyin esa shorts bo'limini aylantirsangiz, u sizga tobora ko'proq yangi reyting kanallarni ko'rsatadi. Bir nechta yaxshi reyting kanallarni topganingizdan so'ng, ularning strategiyasini nusxalash va o'zlashtirishni xohlaysiz. Aynan shu yerda Claude'dan foydalanib, qanday videolar yasash kerakligi haqida g'oyalar va tadqiqotlar olamiz. Siz Claude'ga o'tasiz, lekin undan foydalanishdan oldin unga Vidiq deb nomlangan kichik kengaytma qo'shishingiz kerak. Xavotir olmang, bu mutlaqo bepul. Google'ga kirib, Vidiq chiromi extension deb qidiring. U Vidiq extension for YouTube and Instagram kabi ko'rinadi. Yana takror aytaman, bu butunlay bepul. Faqat chiromi brauzeringizga o'rnatishingiz kerak. Vidiq o'rnatilgandan so'ng Claude AI saytiga o'ting va bepul Claude akkaunt yarating. Sahifani yangilaganingizda Vidiq shu yerda paydo bo'lganini ko'rasiz. Chiromi kengaytmasi avtomatik ravishda Claude'ga qo'shiladi. Lekin uni sozlashingiz kerak bo'ladi. Vidiqning kichkina ochiladigan menyusini bosing va YouTube Insights ulanishiga o'ting. Sizni shunday sahifaga olib boradi. U yerda faqat Authorize tugmasini bosishingiz kerak. Bir marta bosish bilan ish tugadi. Agar ochiladigan menyuni bossam, u ulangan deb ko'rsatadi. Endi esa eng ajoyib qismi boshlanadi. O'zingiz topgan ilhom manbai kanallardan biriga o'ting. Men buni misol qilib olaman, chunki ular har bir videoda 100 minglab yoki millionlab ko'rishlar oladi. Ular nisbatan yangi kanal. Shuning uchun bu yaxshi nusxa olish uchun mos. More tugmasini bosaman va kichkina oyna paydo bo'ladi. Pastga tushib Share Channel ni, so'ng Topi Channel it ni bosaman. Keyin Claude'ga qaytasiz. Shu yerdagi kichkina plus belgisini bosing. Connectors ni bosing va yangi Vidiq kengaytmasi orqali Add from Vidiq for Claude ga o'ting. Keyin Competitor Breakdown degan joyni bosasiz. Unda sizdan o'sha kanal identifikatorini joylashtirishni so'raydi. Shunchaki hozirgina nusxalagan kanal identifikatorini joylashtirib Add Prompt tugmasini bosing. Bu sizga avtomatik ravishda kichik bir quti qo'shib qo'yadi. Keyin esa shunchaki Send tugmasini bosing. Ko'rib turibsizki, u avtomatik ravishda ishga tushadi. Jarayon davomida sizdan ba'zi ruxsatlarni so'raydi. Shuning uchun so'ragan deyarli hamma narsaga Always Allow ni bosing. Xullas, buni ishlatib qo'ying. To'liq tahlil qilish uchun taxminan 5 daqiqa vaqt ketadi. Mana shunday. Tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsizki, menga diagrammalar, tahlillar bilan ajoyib hisobot berdi va o'sha kanaldagi eng yaxshi videolarni ko'rsatdi. Ularning vaqt o'tishi bilan o'sishini ko'rsatadi. Barcha ko'rsatkichlarning to'liq jadvalini olaman. Endi esa bu kanal haqida Claude bilan gaplasha olaman. Men bu ma'lumotlardan reyting videolari haqida eng yaxshi g'oyalarni olish uchun foydalanaman. Chunki hammamiz bilamizki, g'oyalar reyting videolarini virusli qiladi. Rangsilla kabi kanallar har bir postida millionlab ko'rishlar oladi. Bu kanal 3 kun oldin 22 million ko'rish oldi. Buning sababi uning video g'oyalari boshqalarnikidan yaxshiroq, ular ijodiy va o'ziga xos. Shu sababli xuddi o'sha Claude chatida men undan ushbu kanalda eng yaxshi ishlagan mavzular asosida viral reyting video mavzulari ro'yxatini berishni so'rayman. Va shu zahotiyoq u menga aynan kanalning eng yuqori natijali, eng ko'p tomosha qilingan va agar nusxa ko'chirsam, virusli bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan video mavzularni beradi. Eng aqldan ozdiruvchi yaqin o'tish holatlarining reytingi. Bu juda yaxshi, yuqori samarali kontent g'oyalari. Shuning uchun bu yerdan o'zingizga eng yoqqan bitta video mavzusini tanlang. Keyin esa ushbu vosita Viblo AI ga o'tamiz. Bu siz uchun barcha tahrirlash va videoni yaratishni avtomatlashtiradi. Viblo haqida eng ajoyib tomoni shundaki, u 7 kunlik bepul sinov muddatiga ega. Shunday qilib, siz 7 kun davomida undan foydalanib, hech narsa to'lamasdan video yaratish va kanalingizni rivojlantirishni boshlashingiz mumkin. Shuning uchun ushbu vositaga havolani quyidagi tavsifga qoldiraman. Siz uni topib, sozlamalarni o'rnatishingiz mumkin. Endi Vibloga kirganingizda, bu yerda turli xil yo'nalishlar uchun ko'plab vositalar va funksiyalar mavjudligini ko'rasiz. Ammo bizga kerak bo'lgani mana bu video reytingi. Shuning uchun reytingni boshlash tugmasini bosing. Keyin esa yuqori qismida Claude'dan tanlagan video mavzungizni kiriting. Men uchun eng yaxshi parkour muvaffaqiyatsizliklari reytingini tanlayman. Endi bu juda yomon ko'rinishini sezasiz. Agar katta reyting kanallarga qarasangiz, ularning sarlavha formatlari har doim aynan shu aniq formatda juda toza ko'rinishini ko'rasiz. U 2 qator matndan iborat bo'lishi kerak. 3 qatordan emas, 1 qatordan ham emas. Har doim 2 qator matn. Va unda kalit so'zlarni ajratib turadigan ranglar bo'lishi kerak. Men Vibloda buni qanday qilsam, matnimning o'rtasiga yaqin joyda, taxminan shunday yarmida, return tugmasini bosib, bir qator pastga tushaman. Keyin esa kalit so'zlarni ajratib ko'rsatishing kerak. Ular sarlavhadagi eng muhim narsalar bo'lib, tomoshabin videoning nima haqida ekanligini darhol tushunib oladi. Men uchun kalit so'zlar, ehtimol, parkour files, chunki ever va best so'zlari tomoshabinga video aslida nima haqida ekanligini tushunishga hech qanday yordam bermaydi. Parkour files bu kalit so'z va videomizning asl mavzusi. Shuning uchun men odatda qizil yoki och ko'k rangni tanlayman. Ular juda toza ko'rinadi. Menimcha aslida teal rangi juda yaxshi.
Endi kimdir mening videomga tushganda, ular to'liq sarlavhani ko'radi, lekin miyasi darhol videom nima haqida ekanligini tushunib oladi. Ular darhol parkour fayl so'zini ko'rishadi. Bu esa odamlar videongizdan uzoqlashib ketmasligi va uning yomon ishlashiga yo'l qo'ymasligi uchun yordam beradi. Sarlavhani shunday optimallashtirganingizdan so'ng ba'zi kliplarni tartiblashga o'tishingiz kerak. Buning eng yaxshi usuli TikTokdan foydalanish, chunki ularning video qidiruv tizimi juda yaxshi. Shunchaki qidiruv satriga video mavzungizni yozasiz. Va shu zahotiyoq u menga millionlab ko'rishlarga ega bo'lgan bir qancha viral kliplarni berdi. Men ularni videomda ishlatishim mumkin. Masalan, mana bu klip 3 million 700 ming ko'rishga ega. Siz faqat viral kliplardan foydalanishingiz kerak. Bu juda muhim. Siz 300 ta like olgan klipni ishlatishni xohlamaysiz, chunki asl klip o'zi viral bo'lmagan bo'lsa, nega u siz uchun viral bo'lsin? Mana 3 million ko'rishga ega klip. Men shu klipning havolasini shu yerdan nusxalayman. Keyin yana Weblogga qaytib, birinchi o'rindagi slotimga, ya'ni video reyting 1 ga o'taman. Va shunchaki uni joylab yuborishni bosaman. Shu zahotiyoq u mening reyting videomga suv belgisiz klipni yuklab oladi va hammasini juda chiroyli ko'rinadigan qilib formatlaydi. Shu joydan boshlab, bu aniq klipga video sarlavha qo'shing kerak, chunki har bir klip nima ekanligini va reytingda qayerda turganini bilishing lozim. Masalan, bu klipda suvdan timsoh chiqadi. Shuning uchun ular buni timsoh deb nomlab, ikkinchi o'ringa qo'yishgan. Men ham o'z klipimga unga mos keladigan sarlavha beraman. Men uni aura yo'qoldi deb atayman. Va shundan so'ng buni takrorlab, yana 4-5 ta klip topib, ularni reytingga qo'yaman va 5 ta reytingga ega bo'lgunimcha qo'shaveraman. Bu juda muhim. Tomoshabinlar haqiqatan ham qolib, butun videoni ko'rishni xohlashlari uchun to'g'ri miqdordagi videolarni reytingga qo'yishing kerak. Agar juda ko'p klipni reytingga qo'ysangiz, odamlar butun videoni ko'rmaydi. Agar yetarlicha klipni reytingga qo'ymasangiz, tomosha vaqti yetarli bo'lmaydi va videongiz juda qisqa bo'ladi. Mening tajribamda eng yaxshi natija bergani 5 dan 7 tagacha klipni reytingga qo'yish bo'lgan. Odatda shu oralikda bo'ladi. Hech qachon 7 tadan oshirmaslik va 5 tadan kam reyting qilmaslik kerak. Videongizda reytingga qo'ymoqchi bo'lgan barcha turli klipni qo'shib bo'lganingizdan so'ng, eng muhim qadam bu maxsus o'ynatish tartibini qo'shishdir. Ko'p reyting videolari 7 dan, keyin 6 dan, keyin 5 dan boshlab kamayish tartibida reyting qilmasligini ko'rasiz. Ular tasodifiy tartibda reyting qiladi. Masalan, avval 2-chini, keyin 6-chini qo'yishadi. Nima demoqchi ekanimni tushunyapsizmi? Keyin ular yana yuqoriga chiqib, oxirgi uchun bittasini saqlab qo'yishadi. Ular shunchaki tasodifiy tartibda turli raqamlarni ko'rib chiqib, ularga baho berishadi. Bu tomoshabinni qiziqtirib turish uchun bir oz hiyla, chunki ular keyingi qaysi klip baholanishini bilishmaydi. Bu esa takrorlanuvchanlikni kamaytiradi. Buning uchun faqat o'ynatish tartibi bo'limiga borib, maxsus o'ynatish tartibini yoqasiz va aralashtirish tugmasini bossangiz, klip tartibi avtomatik ravishda o'zgaradi. Agar xohlasangiz, ularni o'zingiz ham qayta tartiblashingiz mumkin. Keyin esa pastga tushib, video yaratish tugmasini bosasiz va tayyor, reyting videongiz tugallangan. Endi esa har kuni kanalingizga 1 yoki 2 ta YouTube